Nimaga men buni oldinroq tayyorlab ko'rmadim? Margaringa qaymoq solib somsa tayyorlab ko'rganmisiz? Aniq bilaman, bu hayotingizdagi eng mazali somsa bo'ladi. Demak, iliq suvga dro'j, tuz solib, aralashtirib olib, elangan un ustiga solamiz va 2 osh qoshiq yog'ni ham qo'shib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qorib olamiz. Xamirimizni 3 ga bo'lib olib qo'yamiz. Ana endi qizlar tingan 3 ta xamirni ketma-ketlikda yoyib olamiz va oldindan eritilgan qaymoq va margarinni surib chiqamiz. Qaymoq, qizlar, bu jarayon somsa xamirimizni qotib qolmasdan kumur-kumur bo'lib chiqishini ta'minlaydi. Xohlagan nachinkamizdan foydalanamiz va tingan xamirimizni bo'lib olib, qo'limiz yordamida ochib olamiz, ichiga nachinka solib tugib olamiz, xuddi videoda ko'rsatilgandek. Ustidan tuxum emas, aynan suv solib, eng baland gradusda pishirib olamiz. Buni kumur-kumur sochniligini souslar bilan bitta yeb ko'ringlar qizlar.